Assalomu alaykum Cherry Urganch obunachilari. Bugun sizlar bilan birgalikda bizda Cherry avtomobil sanoatimizdagi eng birinchi crossover gibrid avtomobilimiz Cherry Tiggo 8 gibrid avtomobilimiz haqida gaplashib o'tamiz. Ushbu avtomobilimiz hozirgi kunda sotuvda bizda ikki xil komplektatsiyada mavjud. Birinchi komplektatsiyamiz luxury komplektatsiyamiz 429 million 900 ming so'm. Premium komplektatsiyamiz esa 449 million 900 ming so'mni tashkil qiladi. Bu avtomobilimizdan istasalar naqd, istasalar kredit, istasalar foizsiz bo'lib to'lash dasturi asosida olishlari mumkin. Maxsus takliflarimiz ham bor. Maxsus takliflarimizda birinchi komplektatsiyamiz 399 million 900 ming so'm, ikkinchi komplektatsiyamizda esa 419 million 900 ming so'm xarid qilib ketsalar bo'ladi. Endi ushbu avtomobilimizni texnik xarakteristikasiga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, ushbu avtomobilimizda 1.5 turbina dvigatel bilan jihozlangan, keyin elektromotor bilan jihozlangan bo'ladi. Ya'ni avtomobilimiz gibrid avtomobil hisoblanadi. Avtomobilimiz to'liq gibrid rejimida 1200 km masofagacha, elektrni o'zida esa 100 km masofagacha harakatlanib biladi. Avtomobilimizni tashqi interyeriga nazar soladigan bo'lsak, benzin motorlarimizga nisbatan oldi ko'rinishlari o'zgargan, oldingi faralari Arizo 8 kabi bigushi liniyada bo'lib yonadi. Boshqacha dizayn, oblisovkalarimiz o'zgargan. Bu firmenniy oblisovkalari, Cherry'ni bilasizlar, hammasi tomchi usulida ishlab chiqariladi. Elektronniy emblemamiz e'tibor berishingiz mumkin. Keyin oldi qatorida parktronikalari va kamerasi joylashtirilgan bo'ladi. Endi avtomobilimizni birinchi komplektatsiyamizda misol 18 dyumli diskalar joylashtirilgan bo'ladi. Bu ikkinchi komplektatsiyamizda esa 19 razmerdagi diskalar bilan jihozlangan bo'ladi. Yumshoq balonlar qo'yilgan. Ushbu avtomobilimizni endi ichki interyerini ozgina ko'rib o'tib ketamiz. Eshiklarni, ruchkalarni ochilishiga e'tibor berasizlar. To'liq zamonaviy dizaynda ishlab chiqarilgan begushi поворотник bokovoy oynalarimiz, bu yerda ham kameralarimiz va logotiplarni ham tashlab beradi. Ichki qismiga e'tibor berib bo'lsak, yana ikkinchi komplektatsiyamizda atamanka sideniyamiz bo'ladi. Shopperning yonbosh tarafida, haydovchining yonbosh taraf sideniyamiz, atamanka sideniya va bu joyida avtomobilda massaj tizimi mavjud. Ushbu avtomobilimiz 7 o'rindiqli hisoblanadi. Bemalol kattagina oila bo'lib, o'rnashib, uzoq masofalarga harakatlanib ketsangiz bo'ladi. Orqa qismlarining ko'rinishi, salonning ichi keng. Avtomobilimizda to'liq obduf, obogrev, 360 gradus kamerasi, panorama lyuki, slepoy zona datchiklari. Birinchi komplektatsiyamizda oddiy cruise control, ikkinchi komplektatsiyamizda esa adaptivniy cruise control bo'ladi. Avtomobilimizning yon qismida elektro quvvatlash tizimi joylashtirilgan bo'ladi. Zaryadchiklari o'zi bilan komplektida qo'shib beriladi. Orqa qismimiz xuddi 8 Pro benzin motorlarimizga o'xshab ketadi. Orqa farlarimiz hech qanday farq etmaydi avvalgi pozitsiyalarimizdan. Bular ham masalan elektronniy ochiladi, elektronniy yopiladi. Mana 7-chi o'rindiqlarimiz istasalar shunday zaryadchiklar chiqadi komplektida qo'shib beriladi. Pardalari bor, xohlasalar sideniyani yotirib kattagina bagajga ketsalar bo'ladi. Xohlasalar pardasini olib tashlab, shunday 7 o'rindiqli avtomobillar harakatlanib ketsalar bo'ladi. Endi ikki xil komplektatsiya dedik. Hozir ko'pchilikda savol bo'lishi mumkin. Ikki xil komplektatsiyaning nima farqlari bor? Shu ko'rib turganlarimiz hozir ikkinchi komplektatsiyasi. Bunda yana aytib o'tganimiz yon tarafda massaj sistemasi bor. Atamanka sideniya, head-up display bo'ladi ikkinchi komplektatsiyamizda, birinchi komplektatsiyamizda shu head-up displeyimiz bo'lmaydi. Bunda avtopilotimiz bor, adaptivniy cruise kontrolimiz bor. Birinchi komplektatsiyamizda shu avtopilot bilan adaptivniy cruise kontrolimiz bo'lmaydi. Bu ikkinchi komplektatsiyamizda esa o'zini zavodskoy, ya'ni Sony brendining deyishli bo'lgan akustika sistemasini subwooferlar o'rnatilgan. Birinchi komplektatsiyamiz ham akustika sistemasi Sony bo'ladi, lekin subwooferlari o'rnatilmagan bo'ladi. Boshqa joylari nisbatan farq qilmaydi. Salonning ichi, qo'shalari, kuzovlari, hamma narsalari bir. Endi ushbu avtomobilimizni bemalol Cherry Urganch avtosalonimizga kelsalar, istasalar aytganimizdek naqd, kredit, muddatli to'lov asosida maxsus foyda tizimlari orqali foydalanib olib ketsalar bo'ladi. Avtomobilimizni bemalol avtosalonimizga kelib test drive qilib ko'rsalar ham bo'ladi.
Avtomobilimiz har xil ranglari sotuvda mavjud. Hammangizni Cherry Urganch avtosalonimizda kutib qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.